Bugun oldimga bir yosh oila keldi. Turmush qurganiga 6 oy bo'lgan. O'sha endi yosh oila kelganda har doim so'rayman. Turmush qurganingizga qancha vaqt bo'ldi? Farzand ko'rish masalasi bo'yicha keldinglarmi? Farzand ko'rishni rejalashtiryapsizlarmi deb savol bersam, bular aytishyapti, yo'q, biz farzand ko'rmoqchi emasmiz. Er-xotinni tekshirib, ayollar asosida aytyapti, menga bepushtlik degan diagnoz qo'yib bering, ya'ni tashxis qo'yib bering, men shuni qaynonamga ko'rsatishim kerak. Men bu gapdan mana shu shokka tushdim, to'g'risi. Nima deyishimni ham bilmay qoldim va er-xotin bilan o'tirib alohida gaplashdik. Gaplashganimda o'sha ayollarni ota-onalari majburlab turmushga berishgan. O'sha kelin bo'lib ketayotgan kunim ham yig'laganman, to'yni to'xtataylik, meni ko'nglim bo'lmayapti desam ham onam majburlab turmushga bergan. Turmushga chiqsang, ertaga bolali bo'lsang, hammasi o'tib ketadi, moslashib ketasan deb aytdilar. To'yim bo'lib o'tdi, lekin boshida bir-ikki oy harakat qildim o'sha oilamga mehr qo'yishga, mehr berishga, lekin baribir uddasidan chiqolmadim, baribir ko'ngil qo'ya olmadim. Er-xotin bir-birimizga umuman ko'nglimiz yo'q. Bitta xonada bo'lsak, faqat asabiylashish, ko'proq asabiylashish, ko'p janjal bo'lyapti. Shuning uchun ham uyim notinch. Oxiri keyin qaynonamga kirib aytdim. Shunaqa biz bir-birimizni yaxshi ko'rmaymiz, ajrashmoqchimiz deb aytsam, qaynonam bir-biringlarni yaxshi ko'rish shart emas. Ertaga farzandli, bolali bo'lganingizda hammasi o'tib ketadi deb prosta kulib qo'ydilar. Hech kim eshitmayapti bizani. O'shaning uchun meni tekshiringlar, ko'proq o'sha menga o'sha bepushtlik tashxisi, farzandli bo'la olmaydi deb yozib bersangiz, men qaynonamga ko'rsatsam tez ajrashtirib yuborishadi. 22 yoshli ayolni shu 6 oy ichida oilasidan shunaqa ko'ngli qolgan, hech narsa qilgisi kelmaydi, faqat ajrashsam, uyimga ketsam deb turibdi. Umuman xohlamayapti, eshitishni ham xohlamayapti. Men kelajagimni ko'rmayman bu inson bilan, yaxshi ko'ra olmadik, bir-birimizga moslasha olmayapmiz. Men ota-onalarga bitta iltimosim bor edi. Bu maslahat emas yoki qanaqadir kamchiliklarni ko'rsatib gapirish emas, faqat ota-onalarga bitta iltimosim. Turmush qurish arafasida turgan farzandlaringizga kichkina bolaga muomala qilgandek yoki o'sha eshitmasdan turib majburlamang farzandlaringizni, chunki bular уже voyaga yetgan shaxs. O'tirib, как o'rtoqdek gaplashib, tushuntirib, hammasini eshitib, agar farzandingiz rozi bo'lsagina turmush qurish kerak. Agar rozi bo'lmasa, majburlash kerak emas. Hech qaysi ota-ona o'zini farzandiga baxtsizlikni ravo ko'rmaydi, lekin ayrim ota-onalar farzandimni baxtli qilaman deb baxtsiz bo'lishiga sababchi bo'lib qoladi.